Bu dunyodagi 2 million dollar turadigan eng katta qishloq xo'jaligi texnikasi Nexat qanchalik katta deb o'ylaysiz? U 18 metr keng, ya'ni 4 qatorli katta yo'ldan ham keng. Shunchalik ulkan bo'lsa ham sust emas. Ikkita 550 ot kuchiga teng dizel dvigatel bilan ishlaydi va notekis yerda ham bemalol yura oladi. Hosildorligi hayratlanarli. Oddiy texnika bir kunda qiladigan ishni Nexat atigi 1 soatda qiladi. U 1 soatda 20 gektargacha hosilni yig'ishtirib oladi. Uning bunkeriga 30-36 tonna oralig'ida don sig'adi va donni sekundiga 600 litr tezlikda tushira oladi. Ya'ni to'liq bunkerni 1 daqiqadan kamroq vaqtda bo'shatadi. Kabinasi 270 gradusda aylanadi. Shuning uchun haydovchi mashinani burab o'tirmaydi. Eng katta yangilik modulli tizimi. Bir mashinada ham ekish, dorlash, hosil o'rish ishlari bajariladi. Qo'shimcha instrumentlarni almashtirish uchun atigi 10 daqiqa kifoya. Bu nimani anglatadi? Mashinalar soni kamayadi, yonilg'i tejaladi, ekinni o'z vaqtida ekish va yig'ishga ulguriladi. Bitta Nexat 5 ta texnika o'rnini bosadi. U allaqachon Yevropada ishlamoqda va natijasi yaxshi. Shol dunyosini qamrab olgan qiziqarli va foydali kontentlar uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang.